Bugun poliartrit haqida gapiraman. Juda yoqimsiz, sabablari ko'p, kelib chiqishi ko'p bo'lgan bu kasallikni o'zingizga tegishli tomonini aytaman. Semirib ketishdan saqlaning. Qayta ishlangan fast food ovqatlarga yaqinlashmang. Yemang ularni. Kalla pocha, til, donli ovqatlar sizga hamisha bo'lsin ratsioningizda. Va hamisha o'zingiz tabiiy deb hisoblangan mevalarni quruq o'ylidan foydalaning har tomonlama. Va yana siz qiladigan ish doimiy og'riqda bo'lsa ham gimnastika yoki massaj, harakatda bo'lish. O'tirmang, ishlating o'sha bo'g'imni, ishlating. Bo'lmasa agar sizni yanada yomon ahvolga olib kelishi mumkin. Tanani kislorod bilan ta'minlashga harakat qiling. Piyoda yurishga, issiqqina kiyinib yurishga, ochiq havoda bo'lishga, qanday vaziyatda bo'lishdan qat'iy nazar harakatda bo'ling. Doimiy o'zingizni qo'lga oling, ruhingizni tushirmang.